Ben yeni keldim. Salam do'stlar, yaxshimi? Men Almira. Sizlar yaxshi ko'rib kutayotgan Parining bolasining sunnat to'yining vlogi keldi. Eng avval degan zango jo'q qilib etib, anadek kun ko'ring ma'qulmi? Shuning bilan meningki umoqchi bo'laysanglar mo'rliqa aja ishim tugidi. Deganda voy uni biz tezdan uyga kelib meni tayyorligim tugmidi desam ma'qul deb uyga kelgandi. Umoq bilan bu otisini bek yaxshi ko'rdi, ishqib bir no'ynaqshib ketdi. Mening bolam chiroyli qizlarni yaxshi ko'rganki. Shuning bilan qaysi kiyimni kiydim? Aslam ko'rib oldinglarga mana buni kiyimni kiydim. Boşancandan kiyim dedinglar, shunchalik mi yaxshi ko'rib olgan. Endi ay mushkullar kiyib mava isib keskaygili bo'lmamdi nima deb shuning taras turus mush kiyimni kiydim. Oldingi vlogimda mush kiyimimni kiygan, setib olgan do'stimniki to'yin xosini atqib bergan. Bu qitimliqdimi agar yaxshi ko'rma, men ko'rib bulamdim deb qasani shu do'stimnikin yana atqib qo'yay, o'zinglar surishtirsanglar bo'ldi. Hamma payz kiyimlari boshlanjaning har xil payz. Shuning bilan bolamni mana viyo shoshan qilib shoshaydi qilib yosavatdim. Andan shuni qo'ldan so'rablam. Akaldim mana to'y bo'lgan yerga kechikib qoptiman danglar. Taras turus kirsam, nimaga qamlashgan, erlar qamlashgan xotili bu. Parining güzel ulab ketganiga, godan ulab ketganiga gap to'g'ri kelmadi shunami? Shuning bilan lam taras turuslam qilib, mana berdiganlar berib omonatlarni miyada shu gul taqay dedim, sohibxon bo'lib supitim bilan kechikib kelganim nima sedinglar? Ma meydigullarning hammasini bizning Nazim Murasim merkezimiz özümüz bir quluq loyilab qilgan. Bizda meydigullar lazım bo'lib qolsa, shoban xonlar lazım bo'lib qolsa qilinglajimi? Shuning bilan mana bu yerda transport shpingrasidan tatib oldi. Mana umoq o'g'lim Zikrullaning sunnat to'yi, beshay bek tatliq, bek gap anglaydigan shunchalik qo'l yumshoq, shundoq adab axloqli ekan bu bolasi ish qilib Parininki Pari bilan Paratning o'ziniki juptigan ish qiliblar. Qaranglar, men nima degan chiroyli baxtli bir oilaning rasmiya o'zim ko'rishimda xush ketdim. Ma atın bek tatlıqqa qalanlar bitam. İşte bodek ballarını ko'rsam chiqib tishlab yovog'im ketdim. Nima degan chiroyli qizlar, mana bizning oltin qizlar, kumush qizlar, ammo lekin chiqib hech nimasiga tegishsiz qizlarning orasida shunda chiroyli baldim o'tirdi. Bu kimning bolasidir deb qarasam, to'g'ri mening bolam. Aytdim bolam shuning bilan to'ylar boshlanib ketdi. Ishda sohibxon bo'lgan keyin bir qatori turib kirgan mehmonlarni bir kutib qo'yaylik deb mana shunday ayon so'nlashtirib qo'ydi xolos. Nim degan odam jiq bu Pari bilan Farxatninki mushu odamgarchiligining kuchlikida tunish bilishlarining jiqliqida. Voy bularniki kuchlikmikin desam, bu Zikrullah bilan Zikriyaning ikki bolasining odamgarchiligi texnik kuchlik o'xshaydi qoldim. Qaranglar. Nima degan jiq bolalar bu? Moyindoqmi jiq do'stlar bulamdi bu ikkisining. Otanlardan bolalar jiq bukini ish qilib lixla odam. Bu joy burjaklarda lixla odamlar. Ammo sunnat to'y bilan moyindoqli bo'lar. Shunchalikmi qizib ketgan. Farxat bilan mana Pari musaknimizga ishki umoq bolasini ilib kirib oldi. Shuningmi go'zal, shundaqmi chiroyli bir oila ish qilib, nurg'un do'stlarimiz Pariniki yo'ldishini ilg'i Jafparvaynimiki da qolgandingizlar. U degan xizmatdiki, masalan, rollardagi yo'ldishi bo'lib rol elayotgan do'sti ham xizmatdishi. Parininki o'zining yo'ldishi Farxatjon mana shundaq qamlashgan ish qilib, qaranglar, ko'rdinglarmi? Am ko'rib bilib Farxatni. Ma Parining shundaq qamlashgan yo'ldishi Farxatjon ba, ajab parvoyiningmi shunchalik qamlashgan, shunchalik go'zal ayoli bor ekan. Bu ikkisi degan xizmatdosh xolos, Menga yuz kitibsizlar. Pari to'y qildimi, kim bilan to'y qildi, uning bilan buning bilan. Gap deganda topir ekansizlar, anaqa ketmingizlar ma'qulmi? Bu kuni nima bo'ladi shu Farxatjon apandim bilan Pari xonimning umoq farzandi Zikrullahning sunnat to'yi bilan Zikriya qizning g'unch to'y marikasini o'tkazib bergan katta marosim. Endi tushundingizlarmi shuni bilan orliqladimda bolalar bilan o'ynaydigan futbol faoliyatlar bor ekan. Qatori sinfaradagi Shernayni, meni, aniki Nafisani hammamiz paritotimiz kep o'ynab texnik qizdivatdik. Endi mana bolalarning orasiga cho'nglar bilan bolalar o'zaro o'ynaydigan usullarni boshlanib ketdi. Ko'rdinglarmi? Pari godangni haqiqiy godang ekan. Nechaqdan beri men godang ishlamay qolganlar. Yomon godang bu do'stim. Anda munda qarsam umoq bolamga majachash nimeriga yarashmagan danglar. Shuning bu degan sovg'atlarni ilib degan bu xo'shal. Aqadan shun o'zimning jon otisi marhabochim kelgan deb jinim achamiki shipping tatib olaysani deb bir tushib oldim. Aqadan Feroza jinim aran qozoqlarini ko'tarib ketdi. Jinim umoq bilan shipping tatib oldim. Bo'ldi, qiqas
Ballarni paliti tugdi, cho'nglarni paliti boshlandi. Usullarni tatib o'ynashlar texim boshlanib ketdi. Kedingizlarmi? Pari jinimni mana o'sha o'ttirimizga elib olib, shunchalik xo'shal ko'ngillik o'yindiqken, u kuni degan ish qilib kuch chiqarmagan bir odam qolmadi. Demak, Pari o'ziniki odamgarchiligi shunday yaxshi, o'zbek esil, qilg'ani biladigan, shundaqlam shunchalik o'g'avalga o'xshash, maychiga urib turib yashaydigan qizlarning biri bo'lg'achqa, shuning buni yaxshi ko'radigan, yoqtiradigan atrofida mana bizdek do'stlari, urug' tuqqanlari, qarindoshlari, hattoki tunsin tunmasin sizlardek umoq fansilari bor. Shunaqqa shuningga Parining har qanday ishlarining texmi yaxshi, go'zal rivoj bo'lishini chin yuragimizdan umid qilamiz. Shuning bilan voy biz o'ynab qo'yaylik, o'ynoqda bir-biringlarda o'ynab ketdik, o'ynab ketdik. Ha, shuning bilan bu ish qilib nachimiz bir yerga kelsa qizimaydigan so'rin yo'q dedim-ku. Agar faqat to'yim qizimaydi deb qolsanglar, biz bir to'plan chaqiringlar, cho'qim qiz deytimiz. Shuning meni qolsam Farhodjon yerda turdi. Nim bo'ldi Farhodjon, bu sizning bolangizning sunnat to'yida pochtir ketibsiz-ku desam degan, bu bir kulib bek yer ketdim, charchab ketdim deydi. Shuning bilan miyada mana bir baxtlik oilani shpin tatib oldim. Bular kim u desanglar, Parining yo'ldoshi Farhodning endi turg'ini bo'lsa, Emin dadam Pari bilan singlisinikiga dadisi. Tushundinglarmi? Achatik turg'ini singlisi. Bu bir baxtlik oilani shpin tatib oldim. Orqaga mo'yni o'moqni yana bir tatib olay desam, o'nomdig'on budulakkan bu. Ay buni o'kisi ekan danglar, qaranglar, texmi tatlikan bu. Meniki fashorim Alfiraning o balisi ekan, bular bir o'g'il bir qiz, nima degan chiroyli qabi ko'maq. Oxirida mana mushundaq meydagullar, aniki shoban qo'lar lozim bo'lib qolsa, to'y ko'ynaklar lozim bo'lib qolsa, bizning nazik to'y ko'ynak do'konlarimiz bormi? Ana lekin to'ylarni tugitib, endi mo'y deb tursam, mana Erki to'y mulozimat markazidagi Akbar apandim tutib oldi. Voy, nima ish qilaman desam, bir sayfon qilib olay, yemasin sayfon qilgandim dedi. Voy puldi deb bu yerda biza endi paranglashib mundish bo'lgan ekan, asosiyatdan bu to'ylarni tugidi qizlar. Undaq bo'lsa, yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, yoqtirgan bo'lsanglar, yaxshi ko'rdik, yoqtirdik deb yozishni unutib qolmanglar. Degan ko'nchu qilishni unutib qolmanglar. Undaq bo'lsa, sevimliklarim, xayr xo'sh.